Abbosbek, Eldor, boshliqlar bor. 3-3. Shommadan chapga uzatma. Bir nech nima qiladi bir nech. Aldaydimi uzatma beradi va Bertug'u Yildirimdan o'tib ketyapti. Shomurodovdan zarba va gol do'stlar. Shomurodovning o'zi boshladi mana hujumni va o'zi yakunlayapti. Yana bir o'zbek futbolchisi o'zining nomini tabloga yozdirib qo'yapti. O'zbeklarning bayrami deyishimiz mumkin. Başakşehir 22-daqiqada 2-0 hisobida oldinda boryapti. Gollar Shomurodov hamda Fayzullayev tomonidan kiritilyapti. Ha, o'sha Shag'da-Shatan hujumni ko'rib olamiz. Shomurodov mana bir nechta to'pni uzatdi, o'zi ortda kutdi, go'yoki barchasini sheriklariga qoldirgan edi, lekin baribir o'zi yakunlashiga to'g'ri kelyapti. O'zi boshladi va o'zi yakunlayapti. Ajoyib do'stlar.